O'zi chet el topshiriqda IELTS katta o'rni emas, chunki tilni chala darajada bilishingiz bu sizni o'quv sifatida sifatlarini ko'rsatib berolmaydi. Birinchidan telefon haqida aytdingiz, telefonga ko'rmas maktabda to'planganlar, lekin maktabim me'yorni beradi degan ma'no. Undan keyin bu yerda o'quvchi faqat o'qiydigan gap, menimcha xato yo'q. Tersi bo'lishi mumkin. Umuman sizga mumkin, lekin faqat o'qiydigan gap xato. O'qituvchilar bor ekan, chet eldan olib kelgan. Ularni qanday chiqish qilasiz? Assalomu alaykum. Bugun hozirda biz Xiva prezident maktabida yangi savolimizni olib bormoqdamiz va bugungi mehmonimiz Timurbek Ahmedov va o'zingizni tanishtirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Aytganlarni Adam Ahmedov Timurbek, Xiva shahridagi prezident maktabining 1-sinf o'quvchisiman. Yoshim 16 da. Bugungi podkastga chiqishim sababi, men bilishimcha IELTS, SAT, ESL natijalarim bo'lsa kerak. IELTS dan 8, SAT dan 1470, ESL'dan esa 3E olganman. Matematika, fizika va informatika fanlaridan. Bundan tashqari 5 ta Buyuk Britaniya va bundan 5-6 ta AQSh universitetlarining talabasi bo'lganman hozircha. Birinchi shu SAT bilan IELTS dan boshlasak, shu o'zi yoki masalan IELTS o'zingiz uchun masalan qachon olasiz IELTSni? IELTSni ish o'quv yilini boshi 2025-yil adashmasam 28-sentyabrdan topshiradi. Olishimdan yagona maqsad, yagona emas ekan. Bir qator sabablar bor. Birinchisi maktab talab etadi IELTS topshirishni. Zarar etmaydi o'zimni o'qiganda IELTS olish va chet el universitetlarida topshirish uchun ham IELTS kerak bo'ladi. Keyin IELTS o'zi o'tgan yil oldimda deydi-ku, shunda. Shu o'quv yili. Shu o'quv yili. 2025. Shunda asosiy hozirda institutlarda topshirdim dedingiz. U IELTS masalan katta o'rin o'ynadi deb o'ylaysiz masalan topshirganingizda? Yo'q, o'zi chet el topshiriqda IELTS ham katta o'rni emas, chunki tilni chala darajada bilishingiz u sizni o'quvchi sifatida sifatlarini ko'rsatib berolmaydi. Shuning uchun ko'plab chet el universitetlari minimum requirement qo'yadi. Masalan, Harvard emas, Brown qator universitetlar bor, ular uchun 8 yaxshi bilishingiz kerak. Qolgan universitetlar bor 5,5 deb qo'yishi mumkin. Birinchi universitetlar bor, ular IELTS shart emas. Topshirib turibsiz, demak ular o'ylaydiki, siz IELTSni bilasiz. IELTS olgansiz, ya'ni ingliz tilini bilasiz. Sizlar o'zingiz 8. Listening, reading 9 olganman. Speaking 7, writing 6. Cho'tki result menimcha. Chunki ko'p odam arzu etadi. Doğrusunu aytaman. Ba'zi bir viloyatlarda kam uchrasam kerak menimcha 8 deganda. Keyin Xiva prezident maktabi haqida gaplashib o'tamiz deb edim. Xiva prezident maktabida o'qish necha bo'ladi asosiy? Xiva shahridagi prezident maktabi haqida gapiradigan bo'lsam, beri shu 5-sinf vaqtida o'quvchilar topshiradi. Biz birinchi to'liq o'qib turgan sinfimiz shu 25-26-yil bitiradi ular. Girish imtihoni adashmasam 2ga bo'linadi. Bizlar topshiradi vaqt shunday, hozir o'zgargan bo'lsa bilmayman. Birinchi qismida matematik bilimlaringiz, umumiy tanqidiy fikrlashingiz va matematika bog'liq holatda tekshirilsa, ikkinchisida ingliz tili ham qo'shiladi shu testlar. Va matematika qismi, tanqidiy fikrlash qismi o'zbekchada, ingliz tili inglizchada bo'ladi. Xiva prezident maktabida masalan oddiy kun o'zi necha bo'ladi o'quvchilar uchun? Oddiy kun men hozir hamma uchun vaqt bilinmanchiligini o'zim bilgan tasvirlab o'taman. Shu ozonda 6:30da hamma padion beriladi. Biz 11-sinfmiz. Shuning uchun 1-2 imtiyozlar bor. 7da turish aytib qo'ydilar. 7:30da turaman. O'n turasim kelsa ana qaytib qolmaydi. Ertalabki choy, birinchi 5-kunlar saflanish, amfiteatrda bo'lib o'tadi. Undan keyin oddiy haftalarda, examen hafta bo'lmasa, darslarga kiramiz. Kundan 7-8 dars bo'ladi.
darslardan chiqib, kichkina sinflar uchun to'garaklar bor. Katta sinflar uchun endi dumon tanlov katta emas, tanlov ko'p emas. Aniq 3 ta to'garak beriladi. Kichiklarda tanlov kattaroq. Xavfli fanlardan to'garak ko'p to'g'ondan keyin drama, musiqa, suzish, futbol, voleybol ko'p bular uchun tanlov. 5-6 da o'zi to'garaklar tamom bo'ladi, undan keyin o'zimizda bosh vaqtimiz. U kim nechta saflashan bor. Men masalan hozirroq dars o'taman, test bo'lsa test o'taman, qolgan vaqtda o'ynayman. Bo'ladi chiqaman. Shuni. Futbol, ya'ni o'yin o'ynayman dedingiz. Shuna ko'p odam o'ylaydi, masalan, bizlar ham do'stimni o'yladik. Shu prezident maktabida o'qiydigan bolalar faqat o'qish, matematika, ingliz tili o'qiydi deb o'yladik-da. Masalan, hozir siz bilan tanishishimcha shunday deb o'yladik. Masalan, umuman ular masalan o'yin o'ynamaydi, telefon ishlatishi limiti bo'ladi deb o'yladik. Lekin masalan, rostdan shunday dedi o'qish masalan. Yoki masalan qiziqarliroqmi? Ya'ni interesting. Qiziqarliroq deb aytish kerak to'g'risini tanoman. Birinchidan telefon haqida aytsangiz, telefon mumkin emas maktabda. To'g'ridagi qanaqa, lekin maktabimda notebook beradi. Degan vaqtda undan tashqari standart bir maqsad bo'lsa, o'zingizda bir loyihalar bo'lsa, maktabning o'zidan ham notebook so'rab olishingiz mumkin. Maktabimizda Lenovo, Asus'ni shu eng yaxshi notebooklarni sotib olib qo'yibdi, faqat o'quvchilar uchun, ishlatish uchun. Undan keyin bu yerda o'quvchilar faqat o'qiydigan gap, menimcha xato yo'q. Tersi bo'lishi mumkin. Umuman hisoblashim mumkin, lekin faqat o'qiydigan gap xato. Bir-ikki o'quvchilar bor. Kamdan-kam ko'rasiz, bu yerda o'rganni, ko'chada o'rganni. Qachon xonasiga kirsangiz o'qib o'tirgan bo'ladi. Lekin men qaranda yo'q, uni emas. Bu yerdagi o'quvchilar o'yin o'ynaydi. Har vaqtdan bir maktabda tadbirlar bo'ladi. Masalan, Navro'zga yaqin norozilik ham bo'ladi ekan. Shu bo'yicha yuradilar. Sportda ko'p bag'ishlanadi maktabda. O'zimizdan gap chiqargan bo'lsa. U yerda masalan o'qish nechalik qiyin, masalan, agar birdan 5gacha aytganimizda. O'quvchi o'zini bog'liq bir narsalar aytish qiyin. Masalan, o'zingiz uchun o'zim uchun kelgan vaqtimiz 5-sinfdan 7-sinfgacha oson. Qiyin emas, to'g'ri tan olishim kerak. 8-9-sinflar eng qiyin yillar maktabda. Birdan qiyin tizim o'tasiz, oddiy Cambridge Lower Secondary tizimi bor, 5-6-7-sinflar uchun. Undan keyin birdan AJCSga o'tib ketasiz, AJCSga. Bu esa nisbatan qiyin qolgan nelarga qaraganda, ilinglarga qaraganda. Shuning uchun boshqasidan stress oladi. Toliqasiz bunga bu ishlashingiz to'g'ri keladi. Burnout bo'lgandan bo'lib turadi sizda, lekin uni emas. Prosta Vaqtingizni to'g'ri taqsimlasangiz, u ham qiyin emas. Men nemasan qiymayman, chunki 8-9 vaqtimni taqsimlab bilmayman. Ko'p o'yin o'ynab bergan vaqtim bo'lgan. Sal baholarni pasayib ketgan vaqt bo'lgan. 10-da ham osonlashadi deb o'ylayman. Men o'zim holatimda shunday bo'lgan. u Cambridge IDC duraj dedingiz. Bu nima? Aytib o'tdingiz-ku, AS A-level ekzamenlari bor. Bu bizning maktabda majburiy o'quvchini Cambridge tomonidan ishlab chiqqan tizim. Nechali universitetni birinchi yilini tayyormi, oshirishni bildiraman. Aniq maqsadini bilmayman, biz topshiramiz va foydasi bor. IGCSE umumanki AS A-leveldan oldin bilishingiz kerak bo'lgan narsalar. One examen bo'lib o'tiladi. Bizning bu yilgilar topshiriladi. O'tgan yilgi o'quvchilar ham topshiradi. 9-sinfda topshiriladi prezident maktabida. O'zi hamma prezident maktablar Cambridge ostida o'qitiladimi yo? Hamma prezident maktablarida shu Cambridge o'quv tizimi bor. AC bilan A-level haqida gaplashsak, keyin IDC, Cambridge shu narsalar qanchalik qiyin o'zi? Masalan, aytib o'tsak, A-leveldan math fanimdan, subjectdan 90, keyin fizikadan 87 va kompyuter fanligidan 88 olib qo'ydilar. Shular qanchalik qiyin masalan o'zi olish? Sağ olsun. Bilmem lekin shulardan o'zidan bog'liq. Masalan, matematikangiz yaxshi bo'lsa, fizikada yaxshi narsa ko'rsatib bilasiz. Men o'zim topshirgan 3 fandan eng osoni fizika. Bizning sinfda 24 o'quvchi, 23 o'quvchimiz, 15 odam fizika tanlab ko'ribdi. Asosiy fan etib 15 odamdan
11 danasında E çıqqan. Yaxşı nəticə. Doğru. Da. Başqa fəllərdən cəyini yaxşı. Aha, doğru lekin. İyi duram. Computer science fizikədə nisbətən qiyin, lekin bunda threshold var. Yəni E alış üçün minimum neçə mark işləşiniz gərəkli ki, bu alış üçün şu computer science thresholdla pəsət belgiləyirlər. 150-dən şoğur keçər 90, 100 bal alsanız çıxadırsınız ki, nisbətən alsan, nisbətən qiyin fizikədən. Lekin threshold sonra olsan da böyle ilgili bana. Ondan ki matematik. Matematik mənim üçün en qiyini şu üçündə. Şunda fizikə rastdan en asan mı? Rastdan en asanı fizikə. Çünki mən bilişim boyunca şu əvvəlki ildə düşkən paperla bakıb, egzaminlər, kağızı Kemirstanın online internetə caylanады. Fizikəyə faqat şu kağızlarını görüb, cavablarını görüb deyəlab oladı. Lekin matematikə bilən computer science onlar cavabını görüb, kazınmanada yadlab deyəlab olmaydı, qiyin. Düşünəsə mən özüm fizikə bizə məktəbdən, ixtisaslaşılan məktəbdən ötədilər, lekin nisbətən qiyiraq da oylayımız bizə matematikə qarayanda. Matematikə düşünəsə faqat formula işlətəmiz. Şunun üçün tamam qiyin olmaydı, lekin fizikə juda dim qiyiraq. Bizə nəsimizdən məsələn, point of view-dan. Mövzular özü asaraq tuyuluş mümkün. Məsələn bizə qaysı mövzundan desəm olar. Yakında nurla ötərik, nurla bilən ama gamma nurla, alfa nurla ötkən edik. Mən doğrusunu aytamam, 50% düşüngənim yoxdur. Amma yazın, şular məsələn, şunu oxuyulan mövzular kançalik asan sizlər üçün, məsələn, şular bizim oxuyucular üçün. Bizədən fizikədə ötürgən bu mövzular, adashmasam, ötki ilmi, müəllimki ilmi, aynen nurla haqqında gəpləşədik. Bir nəzərə başlayın, kimdir üçün asan, kimdir üçün qiyin. Üz üçün ne çıxılan məsələn şular? Qiyin alğanmı mı? Fizikədən ötki ilmi, yılı boyu qiyin aldım, egzaminə girgəndən yaxşı işləmədim də boylardım. Doğrusu, lekin nəticə tükən yaxşı çıxdı. O bir şeyin neçə bal oxuydu Yoprezə məktəbində təxminən? Təxminən mən danışsam var, 167 oxuyucu oxuydu. Özü 168 oxuyucu üçün möcələnən məktəb, şunun üçün qurulğan, bir oxuyucu məktəbdən qurulğan nəticələr bəslik üçün. Özü mühit qəndəydi? Məsələn, neçə oladı oxuyucular ortasında? Məsələn, oxuş bilən olub, bir-birindən, məsələn, isolated olub qalış mümkün mü? Mühit var. O muydu? Görən olsanız, bizə yataqxanada xanalar yanmayan, donköp halətdə bir xanaya gərək 4 adam üçün, xanala 4 adam üçün möcəllənən, qurulğan, lekin ondan köp adam oturğan buladı, qazil xanala durma adam bom idi. Qısa qazanın məhz, isolated məhz, həmmə bir-öbürə yaxşı gəlişədi. Nəm üçün, məsələn, matematikə, fizikə, computer science boyunca A-level tapşırılmaz fəqət? Özüm qızıqqan saxalar bu an üçün. Matematikə bilən computer science arasından qızıqqanmam. Fizikə bizə rəhbər eləyən vaxtında 3 dənə fən var idi. Fizikə, kimya, bioloq, mən saxama en yaxını. Mən özüm nisbətən en qızıq adamım. Kimya, biologiya duam qızıqqanmam doğrusu. Vaxtında duam yaxşı oxuyulmayan mən şübhələyəm. O Azər institut tapşırdın dediniz. Özü major nə mi? Yerlənməsində computer science-ın özünü tələb qoyma, heç bölünən əmməz, cyber security əmməz, AI əmməz, computer science-ın özü bölünən nəçə. Computer science özü qaçan interest başlaymışdı? Yəni ki, məktəb, məsələn, əsas fənlərdə matematika, fizika oxuduğun üçün sizdə şunu qızıq iş boğam ya özü yaşlı bizdən boğam? Computer science, matematika, fizika fənlərində qızıq iş. Həmcə məktəbə gəlindən ki, belə boğanda bakılan computer science, ICT də ötülədi, IT də ötülədi. Bizə 5-ci sınıfdan bana ötülədi. Mən 6-cı sınıfda qızıb qalxanmam. Şu vaxt Python dilini öyrənmiş başlanmam, dəstəlaş dilini. Aşımdan gəlib çıxıb hazır saxlanmam, tələq qoyma. Özü əsası computer science dediyiz, onun özünün yolları var ki, məsələn, cyber security var, backend, frontend, full stack dedilər. Bunların
asosiy qaysi birine qiziqasiz? Python o'rganganingiz uchun hozir o'ylab turibman, backendga qiziqasiz deb o'ylab turibman yoki boshqa Frontendni birozgina bilaman. Websaytlar uchun dizaynlar ishlaganman. Faqat qiziqishim o'zimdan. Backend yo'q, buni nima aytish qiyin, men backendga ham qiziqadi. Bundan birozgina bilaman, lekin eng qiziqadim oddiy shu algoritmlar ishlash. Savollar ustida ishlashdan. Ya'ni database. Yo'q, database emas. Oddiy, masalan, matematik misollarni tezroq kompyuter orqali yechsa bo'ladi. Shuning uchun kod yozasiz, algoritm tuzib chiqasiz. Ketma-ketlikni aniqlaysiz, bir patternlarni aniqlaysiz, savollardagi shu vajinda algoritmda sanaladi. U keyin yana bir dana rumor bor. Ya'ni biz maktabda o'qigan o'quvchilar o'zim birinchi marta beri topshirish qiziqishim shu bo'lgan. Ya'ni agar biz maktabini bitirsangiz, grantda O'zbekistonda hamma institutga kirsa bo'ladi deb eshitganman. Rostmi? Vaqtida shunday edi, hozir bunday emas. Hozir natijangiz past chiqsa yoki yuridik diplomatiya universitetlari O'zbekistonda shura topshirsa bo'lsangiz, lugota berilmaydi. Avvalgi shunday edi. Hollandiya O'zbekistonda topshirar edingiz, lugota beriladi, bemalol 100% grant bilan 4 yil o'qiysiz. Keyin masalan IELTS dedingiz, shu IELTS masalan bizning maktabda o'qisangiz, shu IELTS boshqa yerga borib o'qish shartmi, kerak bo'ladimi deb o'ylaysizmi? Ya'ni o'zi bizning maktabning o'zida umuman shart emas deb o'ylayman. Men o'zim umuman hech yerda o'qimaganman, faqat maktabdagi bilim bilan topshirib ko'rganman. 8 chiqdi. O'zi hamma dars ingliz tilida bo'ladimi yoki boshqa biror ona tili fanlari o'zbek tilidan o'tiladimi? Ona tilimdan o'zbek tilida o'tiladi. O'zi ingliz tilida bizda sanoqli fan. Shu biologiya, ximiya, fizika, iqtisod, biznes fanlari, computer science, matematika, ingliz tili. Ay, nima bor bizda? Global perspektivdan. U qanday fan? Asosan bir muammoni har xil taraflama ko'rishni, keyinroq fikrlashni o'rganasiz desam bo'ladi. Global perspektiv fani. Aslida masalan o'zi отдельный subjektlar, masalan kitoblar отдельный beriladimi deydi? Yoki hamma fani masalan oddiy maktabdan kelgan bir xilmi? Kitoblari masalan yo'q, boshqacha. Aytdim-ku, hozir aytgan ingliz tilida turadigan hamma fan uchun Cambridge o'zidan kitoblar sotib olgan davlat byudjeti orqali. Qolgan fanlar bor, tarix, xona tili, rus tili, ular hammasi oddiy darsliklar. Bizning maktabimizda masalan o'qituvchilar bor ekan, chet eldan olib kelgan dedilar. Shular bilan qanday chiqish ketasizlar masalan? Yaxshi kelishamiz. Bitta o'qituvchilar bor, ular bilan yaxshiroq kelishamiz qayta mahalliy qaraganda. O'zi ular bilan masalan ular o'qituvchi bo'lsa, o'zi qanday masalan o'zi atmosfera nechta bo'ladi? Tilda tushuntirib bersin. Atmosfera nechta bo'ladi? Zo'r, boshqacha. O'rtada chet el bog'liqi, boshqa kulturadan, boshqa backgrounddan kelganligi o'zi darsa optika atmosfera beradi boshda. Keyin o'rganishib ketasiz. O'zim o'qiganda mahalliy ustozlar bilan farqi ham katta emas bo'ladi. Shu mahalliy ustozlar bizlarni Cambridge tizimini tushuntirish uchun, ularga ko'rsatish uchun, yo'l yo'riq berish uchun kelganlar o'ylayman men ularni. Tamam, farq katta emas. Keyin SAT bo'yicha gapirsak, SAT'ni o'zi 1470 olgan ekansiz. U qachon olgansiz? Mana bu yil, ish o'quv yili 2025-yil 13-sentyabrda SAT topshirganman. Oktyabrlarda chiqadi. Oktyabrdan 16-sentyabrda. 1470, 780 matematikadan, 690 ingliz tilidan. Sal vaqt ketgan tayyorlanish uchun o'zi отдельно SAT uchun. Отдельно SAT uchun men adashmasam shu iyulni o'rtalarida tayyorlanib boshlaganman. Iyul. 1470. Yo'q, men daha birinchi marta o'tirib full length practice test topshirganda baland chiqadi. SAT'dagi o'zi bu programmasida practice 4 bor. Birinchisi berilgan. Oshun topshirganman 1390 chiqqan. Shundan gap chiqib, dumon ko'p harakat etishimni o'rganman deb aytaman.
Shuna orqaga tushib qolaman. Eng katta aybim shu. Bu orqaga tushganman, birinchisidan yaxshi natija oldim-ku, demak testdan yaxshi ishlab chiqaraman, oldin tayyorlansam ham deb. Nima bo'lmadi. Siz ishonch, ya'ni confidence güçlü olgandan keyin birinchi ketgan var. Doğru gap lekin masalan agar birinchisida umringizni umuman SAT haqida bilmaysiz, keyin bir kun kelib SATdan mock topshirib turibsiz va yuqori natija olib turibsiz, keyin rostdan lekin o'zingizga confidence jalb qilsa kerak deb o'ylayman. 3 oy tayyorlangan ekansiz. 2 oy. Asosiy maktab qaysi resurslardan foydalangansiz? Yoki bir yillar 2 oyga hech bo'lmasa borib tayyorlanganmisiz yoki maktabni o'zi sizni hamma narsani provide etganmi? Yo'q, maktabda SAT tayyorlov kursi yo'q. Tayyorlanmaydi SAT maktab. Men o'zim tayyorlanganman. Shu asosiy Bluebook'dagi praktik testdan ishlaganman, analiz etganman. Undan tashqari bizani shu Cambridge matematikasida ko'p yordam beradi. SAT uchun. Shu nani o'qib chiqqanman. Erika Meltzerning kitoblari bor-ku. Azdum popular. SAT topshiradigan orasida o'shani o'qiganman. Foydasi katta deb o'ylayman. Shu SAT, keyin IELTS, keyin A-levels dedik. Shuni aytib o'tdik hozir. Shu agar topshirishdan avval muhimlik tarafidan qaysi biri shular 3 tani o'rniga qo'ysangiz, qaysi birini eng yuqorida qo'yib beradi? Shularni qo'yib berasiz. Topshiradigan davlat bo'lgan. Masalan, Amerika uchun birinchi o'rinda SAT, shu 3 sindan. Birinchi o'rinda SAT, ikkinchi o'rinda A-level, uchinchi o'rinda IELTS. IELTS uchun minimum requirement bo'lsa yetadi-dan. Ko'p universitetlarda 6,5-7 topshirib bilasiz yani. Lekin Buyuk Britaniya va bir qator shunday universitetlar bor, ular uchun A-level birinchi o'rinda, IELTS ikkinchi o'rinda, SAT ham chunmo e'tiboran bermasa kerak bo'ladi. Qaysi biri eng oson bo'ldi deb o'ylaysiz shular ustidan olish? Bilmadim lekin. Ama SAT emas. SAT qiyin bo'ldi. SAT'ni topshirgandan keyin ko'p stress ham etdim. Mazid tayyorlanmoqman deb. Allohdan stress etdim. 1-2 marta bas chiqib qolganda. Menimcha IELTS olsa kerak. Institutlar topshirdingiz. Masalan, institutlar bir ikkisini aytib o'ta olasizmi? Bor. Nerda ekan? Buyuk Britaniya, AQSh. AQSh ekan. AQShda Purdue universitetini topshirdim. QS rankingda 88-o'rin. Penn State'da topshirdim. U aniq bilmayman, top 100'likka. Florida universitetini topshirdim. Virginia universitetini topshirdim. Virginia Texnika universitetini topshirdim. Biroz hozir topshirdim ishga. Qaysi birilarni masalan acceptance keldi, keyin acceptance var. Purdue'dan geldi, Penn State'dan geldi, Virginia Tech'ten geldi, Florida rejection geldi. Virginia o'zi nechundir bir qiziqmay topshirdim. O'zim o'qiganda ham universitet emas o'qishdi. Qiziqmay prosta tak bir narsa dursin, balkim bir qalar grant deb topshirib ko'rdim. Onun ham rejection geldi. Lekin onu tushunaman, chunki u yerdan bu yil menimcha qidirishim bo'yicha acceptance rate bum past tushib ketgan. 9% mi 10% deb ko'rsatib turadi internetda qidirsam. Nechun O'zbekistonda qolmay AQSh yoki Angliya asosiy topshirgansiz? Masalan, O'zbekistonda ma'lum ochib turibdi-ku. Yaxshi universitetlar O'zbekistonda bor. Endi masalan, hozir men chetga ketish rejam bor. O'xshamasa O'zbekistonda o'qiyman. Tamam. Chet baribir chetdan boshqacha yerda o'qib ko'rasim keladi, uni atmosferasini ko'rasim keladi. Balki unda ta'lim boshqachadir. Undan tashqari prezident maktabida o'qib tursangiz, shuncha yil davlat budjetini yeb yatsangiz, oxirida chiqib bir natija ko'rsatib bilish kerak-da. Bu masalan natijalarga erishish uchun eng katta nima sacrifice etdingiz deb o'ylayman. Ro'shanki natijalaringiz bir antiqa eshitildi-lan. Chunki o'zim qoniqmay turganim, ammo
bir narsa deb aytish qiyin. Natijada hech qiyinlik bo'lmaydi. To'g'risi, menikidan yaxshiroq natija ko'rsatganlar bor maktabimizda. Bo'lgan. O'tgan yil bir o'quvchini bilaman, menikidan yaxshi 2 o'quvchi ekan. SAT'si balandroq edi. Ataklarga javob beraman. Eng javob ko'rsatish kerak bo'lgan narsa vaqt. Menda qiyin bo'lgan. Vaqtimni bekorsansa ko'p yetirib beraman, dangasaroqman. O'zim yozda to'g'ri kelib qoldi tayyorgarlik SAT uchun sal qiyin bo'ldi. Nechun masalan yozda ko'proq vaqt bo'lmaydimi? Yozda tayyorlanasiz demaydi-ku. Chirva. Men shundayman, to'g'risi. Yozdiraversin, maktab vaqtidan hamma vaqt tayyorlanasizmi demaydi. Yoshligingizda qaytib bilsangiz, agar uch prezident maktabini topshirib o'tganingizdan keyin shu vaqtda qaytib biror bir gap aytib bilsangiz, nima ham bo'ladi shu vaqtda o'zingizga? Men de aytaman ki, ama aytsam bo'ladi. Aytgan bo'larim, SAT bilan ekstrakurikulyarlar bor-ku. Menda ekstrakurikulyar to'g'risi davom yaxshi emas. Bir-ikki proyektlarda qatnashganman. Ibratda bitta borman, o'tgan Renessans oromgohini bir loyihani yuborganman. Men emas, boshqa birga ketadi u loyiha uchun. Men so'ch qismida bo'lganman veb-saytda. Shu EC'larga ko'proq e'tibor berish, SAT yaxshiroq tayyorlanish. Lekin 5-sinf bolag'onni degandan foyda bormi yo'qmi bilmayman to'g'risi. 5-sinf vaqtimda fikrlashimdan kelib chiqib qaytadan bo'lsam, prosta yaxshiroq o'qishni aytar edim. 8-9 sinfda qiyin bo'ladi dedingiz, o'qish fanlari sal qiyinroq bo'ladi dedingiz. Keyin A-levels qo'shiladi, boshqa sertifikatlar olish kerak dedingiz. Masalan, shular bilan GPA ko'tarish, masalan, ya'ni 5.0 atib turish uchun qiyinmi deb o'ylayman. Qiyin. Meni 9-sinfda shahodatnoma ko'rdim. Adashmasam, shunda GPA'm 5 dan 4.8 mi, 4.7 edi. Hozir 4.9 bo'lsa kerak. Nisbatan yaxshiroq oxirgi 2 yildagi. Keyin Xiva prezident maktabida masalan aniq fanlar, tabiiy fanlarda yo'nalishlar bor. Masalan, o'quvchilar o'zi tanlab keta oladimi o'zini narsani. Masalan, agar men biologiya bilan kimyo o'qiyman desa, matematikasidan sal yordam sifatida o'zi bilan kamroq borib yoki shunaqa sport atiladimi yo o'zi shunday atiladi, lekin qarang, matematika hamma uchun majburiy bir xil orifdan oqarlaringiz bor, masalan, biologiya, kimyadali, fizika, informatikadali. Matematika shular bilan daymirdi bizada, majburiy. Tanlovlarning fizika, kimyo, biologiya, shu uchundan birisini tanlab bilasiz va oriyamda computer science, ekonomika, biznesdan birisini tanlab bilasiz. Shu fandan. Ya bo'lmasa 3 ta science fani bor-ku, kimyo, biologiya, fizika. Shu uchini ikkisini tanlab bilasiz. O'qish uchun. 11-sinf, 10-sinflarda boshqa fanlardan sal yordam beriladi. Masalan, darsda 20 minutdan bo'sh vaqt ajratiladi o'qishingiz uchun. Shu. Keyin o'zim personal question bor, sizga savol. Masalan, prezident maktabida o'qisangiz, o'zingiz masalan, o'zingiz superior hisoblaysiz boshqa oddiy maktab, public school o'quvchilarini qaraganda masalan. Masalan, shular bilan ko'rishganda yoki nechta hisoblaysiz? Superior deyish qiyin. Tamam, superior emasdi. Bir xil bunday qaranglar tamam farq katta emas. Lekin masalan, bizning tarafimizdan yaxshiroq boshqacharoq hisoblamizdan biz. Masalan, prezident maktabi desa biz boshda aytib o'tdik-ku, faqat o'qiydilar, keyin ular ko'p odam aytadi, olim bo'ladi endi bolalar deydi. Lekin ko'p odam shunday deydi. Masalan, bizning maktab ixtisoslashgan maktab, bilsangiz ham kerak. Imomlar yaqinda ochildi, o'tgan 3-4 yillikda. Ko'p odam prezident maktabini almashtirib berdi bizning maktabni. Bizning Xonqada shu bor. Keyin ko'p odam aytadi, prezident maktabida o'qisang prezident bo'lasanmi deydilar. Shunday savollar beriladi deyman. Beriladi. Bularga javob qaytarasiz.
Yo'q. Prezident maktabida o'qidim, prezident emas. Ammo o'zim yo'nalishi bor. Kim bo'lsa xalos shu bo'lasiz. Afaq prezident maktabi haqida aytiladigan ko'p narsa mif bor. Tüm ko'p mif. Ko'p narsada adashadilar. Tamam, chetib bilamiz. Bitta savolim qoldi. Почти bo'ldi. Lekin men rostdan deb o'yladim. Shu azay so'rab turgan savollarni ko'psi. Miflarni so'rab turmadim-ku. Shular ko'psi rostdan keladi. Sen haqida deb o'ylayapman. Tez bize shuncha topshirsak bo'lamiz. Dumon superior emas, o'zim maktabda bilan. Super emas, просто nedan? Yaxshiroq. Sizlar aytdingiz, biz o'zi ko'p sportdan aytamiz, shunday tadbirlarga qatnashiladi deb. Ba'zi shu qatnashganlaringiz bilan biznikilardan selasizlar-a? Olimpiadalarda maktabda o'ynaymiz shuni o'tirib. O'ynaymiz. Вообще farkımız yok mu ne yapkanında başkalarına? Hazır video için sen formaliyat kısmını öğreniriz. Maktabda eng yaxshi ko'rgan va eng yomon ko'rgan narsangiz nima? Bizni maktabda. Cevap kelmeganda aytmas. Eng yaxshi ko'rgan tarafim maktabdami? Bilmadim lekin maktabda imkoniyat ko'p. Bir-ikki joylarda bizdan sal qiynab qo'yadilar, lekin muvaffaqiyat imkoniyat ko'p. Masalan, direktor, sattoriy ustoz yozda o'quvchilarni bepul tayyorlaydi ayolsa. Bu bizdan o'quvchilar keldi. Shuni aytsam bo'ladi, yaxshi tarafi maktabda. Bilmadim, podдержка ko'p. O'qituvchilar nobog'anli o'quvchilarga yordam beradi-da. Bir-birini talab ko'rsatdi. Yomon tarafi lekin o'ylab ko'rish kerak. Men yomon tarafi deganda maktabga bir-ikki oycha kirish mumkin emasligini aytaman. To'g'ri o'zim dum ko'p kola ichaman, kola dekitman. Maktabga kirish mumkin emas. Sho'ri yoqmaydi. Normal yashab turibmiz-ku, bo'lsa. O'zingizni favorite o'qituvchingiz yo fan o'qituvchingiz kim? Agar hozir aytib bilsangiz podkastda. Favorite o'qituvchi tanlash qiyin. Ammo o'qituvchi bir xillarni o'qituvchi yoqadi. Do'st qiyin man. Men o'zim o'zimiz matematika fan o'qituvchisi desam bo'ladi, hozir ustoz. Stefan Ammodzada chet elda matematika o'qitadi. Informatika fan ustozlari bor. Hamma ustozni bir xil hurmat qilaman, hamma ustozni yaxshi ko'raman, chunki o'zimni oilamdan ustozlar ko'p. O'zimni opam o'qituvchi, doim ana shunday odamlar maktabda ishlagan odamlar. Uchun ustozlar bilan hurmatim boshqacha, lekin hamma xonim bo'lmaydi. Bir-ikki joylarda hurmatsizlik qilib qo'yishim mumkin. Lekin o'zim xohlamay aytaman ko'pkan holatda. O'zi beda o'qish sistemasi masalan qiyin emasda deydimi? Faqat 8-9dan qiyinlashadi deysiz. Shu vaqt masalan hamma narsani tashlab просто maktabdan ketish xayoliga keyin. Ya baholarim pastga ketgan vaqtda shuni o'ylab qolganman, uydagilar aytganman, oddiy maktabga o'tsam bo'lmaymi, shu yerda davom ettirsam deb, uydagilar yo'q-ku. Baribir uydagilar yaxshi gapdalar, sizdan yaxshiroq biladi ekan bu narsani. Ko'p holatda qilib darhil gaplar aytganman, keraksiz o'rinsiz ishatcha yo'g'anman. To'xtatib qolganlar, to'g'ri yo'lni ko'rsatganlar, ustozlar to'g'ri yo'lni ko'rsatgan. Shunday ba'zilarcha yo'qmayman. Aytdingiz 1470 afamda men o'zim bunday satisfied hisoblarimda deysiz, o'zingizni aytmadingiz. Shunda agar uydagilaringiz aytgan bo'lsa, masalan, yuqoriroq bilmadim degan bo'lsa, ular imtihonlaringizda o'qishi, maktabda imtihonlaringiz past chiqqan bo'lsa, o'zi necha support etganlar yoki faqat masalan kritikatsiya etganlar yo ko'proq support etganlar, Support etganlar, doğrusu. Uyimdagilar o'zi ko'pkan holatda pastmi, balandmi natijamani support etadilar. Aytsak ishimdan, tanlay yo'nalishimdan bir nodirish boshlasam, har doim support etadilar.
Shu tarafda men to'g'risini aytmoqchi olmadim degan. Shu kelajakni so'rasak, masalan, institut topshirdim dedingiz. Endi ular masalan hamma institutdan grant bermasa kerak. Shuna hozir endi qaysi EUF bilan ketasizmi yoki boshqa O'zbekistonda qolasizmi? Rejalaringiz chiqib turibdi. Shu UEFA orqali ketjakman. UEFA topshirib ko'raman. O'xshasa ketamiz, yo'qsa O'zbekistonda qabul qilib ko'raman. O'zbekistonda men yo'nalishim bo'yicha yangi O'zbekiston bo'yna universitet yaxshi. U bo'lmasa ta'til. Lekin ko'p odam ta'tilni yomonlab chiqadi. Masalan, computer science devam yaxshi emas deydilar, uni nima deb o'ylaysiz? Bilmayman, ko'raman, vaqtida balki bulardan ham yaxshiroq universitet bor. O'zi chet elga o'qish, ya'ni qachondan boshlab o'ylab boshlagansiz? Shu 9-sinfdan men o'qishdim. Boshida Germaniyada o'qishim kelar edi. Keyin qarasam to'g'ri kelmaydi ekan. Bizning o'quv tizim Germaniya 12 yil kerakligi, nemis tili sertifikati kerakligi, nemis tili o'rganjak oldim 9-sinfda vaqt, lekin davom o'xshamadi. Disiplina yo'q edi. O'zimda bundan tashqari ishlar ham ko'p edi, shuning uchun UK, USA degan davlatlarga qoldim. Chet elga ketib, masalan, shuni qaytib kelish niyat bormi yoki o'zi masalan agar qaytib kelsangiz ichki soha yoki nera ishga girish niyatingiz bor yoki o'zi maqsad qilib qo'yibsiz? O'zi birinchidan EUFdan ketsangiz majbur qaytib kelasiz. Bakalavr o'qiysiz, O'zbekistonga kelasiz, 5 yil ishlashingiz kerak O'zbekistonda. İşten topib beradilar, yardım beradi, oyligingizni ham olib qo'ymaydilar. Qisqasi, EUFdan yetish bu jackpot. Necha desam. Men undan tashqari ham o'zim ketganimda O'zbekistonga qaytib kelish rejam bor edi. Chunki uydagilarni, ota-onam yoqilgan yerda qo'yib onda chetda yurish ancha qiyin bo'lsa kerak. Men o'zimni bilib ko'rmayapman. Masalan, hozirgi o'zingiz pozitsiyangizdan 10 yildan keyin nega ko'rasiz? 10 yildan keyin bilmadim lekin 10 yildan keyin universitetni bitirgan bo'lsam, ish topgan bo'lsam, endi yo bir yerda ishlab bilgan bo'lsam kerak, davlat ishidaman. Yo magistratura o'qib bilgan bo'lsam kerak. Chunki niyatim bor, magistratura, undan balandroq darajani erishishni. Agar davlat ishin masalan yoqmasa, yo agar davlat ishida ishlaysiz kelmasa, boshqa yaxshiroq kompaniya yoki qaysi kompaniya yoki firmalarda o'qish yo ishlash niyatingiz bor agar o'qishni bitirib? Aynan bir kompaniyani aytish qiyin, to'g'risi. Aynan bir kompaniyani tanlab aytib bilmayman. Tamam. Vaqtdan qaraydi, bilmayman hozir bir narsa deb aytish qiyin. Masalan, dasturchilikdan tashqari o'qituvchi bo'lsam qiziqaman, shu oilaviy kelib chiqishimdan bo'lsa kerak bu xohishim. Balki o'qituvchi bo'larman 10 yildan keyin. Balki shu aytganimdek magistr o'qib bilgan bo'larman. U qaraydi, bir narsa deb aytish qiyin ertada. Keyin shu prezident maktabida agar bir narsani o'zgartirish lozim bo'lsa, qaysi birini aytasiz? Nima aytgan bo'lasiz? Maktabga ya aytdim-ku, SAT darslari yo'q, umuman tayyorlamaydi. O'shani qo'shgan bo'lar edi. Maktabda o'quvchilar SAT tayyorlaydi. Chunki foydali narsa-da. O'quvchilarni darsdan tashqari to'garaklarda o'sha SAT bo'yicha tutor topsalar, tayyorlamoq o'qituvchi topsalar, o'quvchilar tayyorlansa, zarar etmaydi. Maktabning o'z reputatsiyasini ham, o'quvchilar ham shu. Menimcha bir soatda bo'ldi podkastimizdan. Keyin shuni conclusive sentence. Xulosa. Yeah, overview. Okay. Bundan bir oxirida savol qo'yib beraman. Bo'ldi. Mani so'rayotganim. Keyingi podkastda kimga maslahat berasiz deb. Bo'ldi. Yo'q, davom qolaman deb.
Aydın. Bu podkastimizdan bir seti bo'ldi deb o'ylayman. Shunda shu oxirgi savolni baribir chekarim. O'zi har safar podkastda qo'shib borajakman shu savolni. Keyingi podkastimizda kimni maslahat berasiz? Biroz variantlar bor. Men o'zim o'ylayman, agar bir o'qituvchilarni chiqarsangiz, bizning maktabdan bo'lsin, Xivadan bo'lsin, bizning viloyatdan bo'lsin, farqi yo'q. Shu xalqdan fidoyilari bor. Childa maktabda ishlab o'quvchilarni o'qitib yurganlar bor. IELTS, SAT bo'yicha o'qituvchilar bor. Shularni chiqarsangiz bo'ladi. Ya bo'lmasam o'quvchilardan chiqaramiz desangizda bir variant bor. Raqam aytib o'tdim yana. Bizning maktabda bir o'quvchi bor. IELTSdan 8.5 natija erishgan, birinchi urinishda. Shu o'quvchidan olsangiz bo'ladi podkast. Shunda rahmat. Kelganingiz uchun podkastimiz birinchi marta accept etganingiz uchun